Saboq. Kech kuz bo'lishiga qaramay, havo biroz dim. Ustiga ustak kun bulutli. Mavluda ishdan toliqib keldimi yoki havo ta'siridami o'zini behol sezdi. Yana allamahalgacha daftar tekshirgani uchun shekilli o'ta karaxt edi. Maktabda ham boshi aylanganday bo'lgandi. Shuni eslab qon bosimini o'lchamoqchi bo'lib, tonometrni olgani xonaga kirdi. Eri yozuv stolida o'z ishi bilan band. O'sha ish stoli ustida turgan tonometrni oldi va qon bosimini o'lchay boshladi. Kutganidek baland. Dori ichgani ma'qul. Dorilar qutisida esa doim ichadigan dorisidan bo'shagan idish turardi. Demak, qolmabdi. Bolalarni dorixonaga yuboray desa yarim tun. Turmush o'rtog'iga aytmoqchi bo'ldi-yu, turib alam qildi. Bir og'iz nimaga qon bosimingni o'lchayapsan, tinchlikmi o'zi, tuzukmisan deb so'ramadi-ya. Shu o'ylar girdobidami o'zini battar yomon his qildi. Turishga ham majoli kelmay, oshxonadagi stolga boshini qo'yib o'tiraverdi. Ishlarini bitirgan chog'i oshxonaning chirog'ini o'chirgani kirgan Azimjon xotinining o'tirishini ko'rib ajablanib, "Iye, hali uxlamadingmi?" deb so'radi. "Mazam yo'q", dedi Mavluda qisqa qilib, go'yo kasaliga eri aybdorday tumtayib. "Dorim ham qolmabdi", dedi. O'sha o'tirishda o'tiraverdi. Azimjon, "Yur, olib kelamiz. Shuni vaqtliroq aytsang bo'ladi-ku", deb mashinaning kalitini oldi. Uning oxirgi jumlalarimi, ohangimi Mavludaga battar yomon ta'sir qildi. Lekin negadir ortidan ergashdi. Mashinada ketyaptilar-u, o'zidan o'zi xo'rligi keladi. Xuddi qadri yerga urilganday his etib. Nimagayam kelyapman? Kerakmidi shu dori?" deb ich-etini yeb boryapti. Tanish dorixonaga yetib kelganlarida Azimjon indamay mashinadan tushib kirib ketdi. Yarim tun. Dorixonaning shundoq biqinida joylashgan do'kondan 3-4 ta mast kishi chiqib, o'zaro bir nimalar deb tortishib, bir-birini siltayotganini mashina ichidan ko'rib, kuzatib o'tirgan Mavluda cho'chib avtomobilning qulflash tugmasini bosib qo'yib o'yladi. Shularning xotin, bola-chaqasi xavotir olib kutib o'tirgandir shu tobda. Sal o'tmay eri mashina oynasini taqillatib, "Och" deb turardi. Bir qo'lida suv, bir qo'lida dori bilan. "Darrov ichib ol, suv ham oldim", deb dorini ichib bo'lishini kutib, keyin mashinasini o't oldirdi. O'zlarining mahalla muyurishiga burilganlarida Azimjon bir chekkada turgan mashinaga qarab, "Ye, Sodiqning mashinasi-ku", deb birga ishlaydigan hamkasbining uloviga chiroq tushirgandi, mashinaning old o'rindig'ida o'tirgan sochlari mallarang qizni ko'rdi-yu, darhol yo'l chirog'ini o'chirib, tezlikni oshirdi. Mavluda ham o'zini hech narsa sezmaganga oldi. Eri darvozani qulflab kirguncha oshxonada o'tirib, ko'rganlarini ko'z oldidan bir-bir o'tkazdi-yu, hayotda shunday sayoq erlar bilan yashab, sabr qilib kelayotgan ayollar ham borligini tushundi. O'zining noshukrligidan ranjidi. Tashqaridan kirgan eri, "Ancha yaxshimisan? Sal o'tdimi?" samimiy so'radi. Mavluda bu safar yumshoq ohangda, "Shukr, ancha yaxshiman. Rahmat sizga", dedi. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. O'quvchi Qulmirzayeva Mavluda.